Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana Zokirjon Muhammad Zohid. Bugungi videomizdan maqsadimiz Telegram bot yaratganman. Shuni obzorini ko'rib chiqamiz birga. Bo'lmasa biz boshladik. Botimizga o'tishdan oldin kanalimizga obuna qo'yinglar va videoga like bosib qo'yinglar. Va Telegramimiz ko'rib turganlaringdek veb-sayt xizmati degan bot. Bundan yaratishdan maqsad o'zimga tajriba orttirish uchun yaratdim bu botni va boshqalar foydalanish uchun, manfaat tegish uchun yaratdim. Xo'p, botga keladigan bo'lsak, bu hozir profilimdagi adminlik profilimdagi bot. Buni hozir men adminimning botiga o'rnataman sizlarga. Botga kiramiz. Ko'rishlar mumkin. Saytga buyurtma berish, narxlar va ma'lumot olish, buyurtma tarixi, menyuga qaytish. Hammasini birma-bir ko'rsatib chiqaman. Bo'lmasa ketdik. Saytga buyurtma berish bosamiz. Qanday turdagi xizmat kerak? Paytda yozilgan landing page, bir sahifalik veb-sayt, vizitka sayt va o'yin uchun veb-sayt va bot yaratish. Bu yerda xato ketgan, ozgina bilaman. Bu yerda o'zi asli front-end, back-end qilmoqchi edim. Sal xatolik bo'ldi, uzr so'rayman buning uchun. Xo'p, landing page ga keladigan bo'lsak, bir sahifalik veb-sayt bo'lib, buni ichida routinglar back-endsiz bo'ladi, faqat front-end bo'ladi. Xo'p, vizitka sayt bo'lsa, bu kartlar bilan ishlaydigan veb-sayt bo'ladi. Juda ko'p kartlar bo'ladi, shuning uchun vizitka deb nomladim buni. Xo'p, game uchun web, o'yin uchun bu, ya'ni donate qiladigan o'yinchilar yoki donate qiladigan odamlarni kanali yoki o'zini storyga web orqali muloqot qilib olish uchun qildim buni. Va aytganimdek o'sha bu xatolik, bot yaratish, bunga e'tibor bermaymiz. Xo'p, va hozir buyurtma beramiz. Landing page bir sahifalik telefon bilan yuborganimizda buyurtma bo'yicha qo'shimcha topshiriqlaringiz yoki tafsilot yozib qoldiring. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz veb-saytimiz qanaqa ko'rinishda bo'lishi, qanaqa ranglar, qanaqa uslubda bo'lishini yozib chiqamiz. Bu yerga hozir biz ko'p yozadigan bo'lsak vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun biz test deb yozamiz. Va rahmat, buyurtmangiz qabul qilindi. Tez orada siz bilan bog'lanamiz deyildi. Va o'sha yerda buyurtma bordi, qabul qilindi. Ya'ni mening adminlik profilimga yetib bordi, bu profilimdagi botga tushadi, xabar keladi. Yangi buyurtma keldi. Mijoz 7 nomi bu va adminim niki va adminimning profilining ID'si bu. Xizmat turi landing page, bir sahifalik veb-sayt bo'lgan va telefon raqami, tafsilotlar, hozirgi yozgan boyagi test va bu yerda mijozga yozish, buyurtmani bajarish. Hozir biz mijozga yozamiz, ya'ni mijozimizni profiliga o'tib yozamiz. Bu yerda buyurtmani bajarish bor. Buni keyin oxirida ko'rsataman haligini. Keyingisi narxlar bilan tanishish. Buni bosganimizdan keyin bizga bitta xabar ichida narxlarni ko'rsatadi. Landing page bir sahifalik 100 ming so'm, vizitka 120 ming so'm, o'yin uchun veb-sayt 130 ming so'm va bot yaratish xizmati. Bu xatolik bo'lgan, yana aytib o'taman, front-end back-end uchun edi. Shunaqa deb tushunib olaverasiz o'zingizlar. Bu 150 ming so'm. Xo'p, bu yerda buni veb-saytni tushunmaydiganlarchi desak, bu yerda ma'lumot olish degan tugma bor. Buni bosadigan bo'lsak, bizga veb-sayt nima, u nima qiladi, barcha ma'lumotlarni chiqarib aytib beradi. Hozir bu yerda veb-sayt o'zi nima va nima uchun kerak? Bu yerda yozilgan veb-sayt bu internet tarmog'idagi joylashgan shaxsiy yoki korporativ sahifa bo'lib, u 24/7 davomida sizga xizmatlaringiz, mahsulotlaringiz yoki g'oyangiz haqida ma'lumot berib turadi, yoki shunaqa va hokazo narsalar. Yana aytib o'tganimdek, bu bot tajriba oshirish uchun va yana buyurtmalar tarixi degan tugma bor va statistikani bosadigan bo'lsam, botdan qancha odam foydalanyapti va qancha buyurtma bo'lganini aytib o'tadi.
bot statistikasi, botdan foydalanayotgan jami odamlar soni 2 ta. Birinchisi bu hozirgi mana o'zimning adminlik profilim. Bundan ham test qildim birinchi. Keyin adminimning profilidan test qildim. Hozir ko'rganlaringdek. Va bu yerda jami 5 ta so'rovnoma zakaz tushgan. Xo'p, endi menyuga qaytib qo'yamiz biz. Menyuda o'zi admin profiliga o'tamiz. Aytadigan narsam, xo'p, bu yerda buyurtmalar tarixi. Bu buyurtmalar tarixi knopkasi nima uchun qo'yilgan? Buni bosadigan bo'lsak, biz qancha buyurtma qilganimizni ko'rsatadi. Shu botdan foydalanayotganimizdan beri qancha buyurtma qilganimizni ko'rish. Ya'ni buyurtma, birinchi buyurtma, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi buyurtma. Bu test uchun qilingan. O'zingizlar tushunishinglar oson deb o'ylayman. Xo'p, biz endi yana admin profilimga o'tib, bu yerdan sizga ko'rsatadigan narsam aytib o'tsam, buyurtma bajarish bosadigan bo'lsak, aytadi status bajarildi, veb-sayt tugatildi polniy va mijozga topshirildi, qabul qilindi. Qabul qilinib, mijozga berildi veb-sayt degan ma'noda qo'yilgan bu. Bugungi videomizdan maqsadi shu edi. Sizlar ko'rganlaringdek kanalimizga o'tib obuna bo'linglar, layklarni bosib bomba qilib olinglar. Keyingi videomiz yana bot haqida bo'ladi, ya'ni 1.0 versiyadan 1.1 versiyaga o'tganligi haqida bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.